Bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Kimga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin? Qaysi davrlar pensiya uchun stajga qo'shiladi? Qaysi holatda esa odam men ishlaganman deb o'ylasa ham hujjatda isbot bo'lmagani uchun staj hisoblanmay qolishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangizga, o'zingizga, turmush o'rtog'ingizga, ayniqsa pensiyaga yaqinlashayotgan insonlarga juda kerak. Agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz yoki yaqinlaringizning pensiya hujjatlarini tayyorlayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ba'zan 1-2 yil staj yetmay qoladi. Pensiya miqdori kamayadi. Yoki odam o'ziga tegishli imtiyozdan bexabar bo'lib yuradi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy odamga tushunarli qilib amaliy tomondan gapirib beraman. Avval ish staji deganda ko'pchilik faqat mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tushunardi. Ya'ni qayerda ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida buyruq raqami, ishga kirgan sanasi, ishdan bo'shagan sanasi bo'lsa, shu staj deb qaralardi. Pensiya tayinlashda ham asosiy hujjat mehnat daftarchasi bo'lgan. Kimning daftarchasi yo'qolgan, korxonasi yopilib ketgan, arxivda hujjati topilmagan bo'lsa, o'sha odam yillar davomida ishlagan bo'lsa ham stajni isbotlashda qiynalgan. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Elektron tizimlar paydo bo'ldi. Yagona milliy mehnat tizimi, soliq organlaridagi ma'lumotlar, ish beruvchi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq va boshqa elektron bazalar orqali insonning mehnat faoliyatini tasdiqlash imkoniyati kengaydi. Lekin bu degani hamma davr avtomatik ravishda stajga qo'shiladi degani emas. Pensiya masalasida eng asosiy qoida shuki, staj hisoblanishi uchun u qonunda ko'rsatilgan davr bo'lishi kerak va hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Mana shu joyda qo'shimcha ish staji degan tushuncha paydo bo'ladi. Odam bevosita ish joyida mehnat qilmagan bo'lishi mumkin, lekin qonun ayrim davrlarni ish stajiga qo'shishga ruxsat beradi. Masalan, harbiy xizmat davri, bola parvarishi ta'tili, nogironligi bo'lgan bolaga yoki parvarishga muhtoj shaxsga qaragan davr, ayrim hollarda ta'lim olgan davr, imtiyozli sharoitdagi ishlar va boshqa holatlar. Ammo har birining alohida sharti bor. Shartini bilmasangiz, menga qo'shilish kerak edi deb yurasiz. Lekin pensiya jamg'armasi hujjat so'raganda tayyor bo'lmaysiz. Birinchi navbatda pensiya yoshiga 5 yil yoki undan kam vaqt qolganlar albatta o'z stajini tekshirtirishi kerak. Masalan, erkak kishi 6 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, ayol kishi 55 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, oxirgi oyda emas, oldindan hujjatlarni ko'rib chiqish kerak. Chunki arxidan ma'lumotnoma olish, eski korxonani topish, ish haqqini tasdiqlash, harbiy qismdan yoki tibbiy muassasadan hujjat olish bir kunda bitmaydi. Ikkinchi toifa, mehnat daftarchasida uzilishlar bor odamlar. Masalan, 1998-yildan 2003-yilgacha ishlagan. Keyin 2003-yildan 2007-yilgacha yozuv yo'q. Keyin yana ishga kirgan. O'sha oralikda odam aslida farzand parvarishida bo'lgan bo'lishi mumkin, harbiy xizmatda bo'lgan bo'lishi mumkin, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan bo'lishi mumkin yoki chet elda ishlagan bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida tekshiriladi. Uchinchi toifa, ayollar. Ayniqsa bir nechta farzand tarbiyalagan ayollar. Ko'p ayollar men eng yil uyda bola boqqanman, demak hammasi stajga qo'shiladi deb o'ylaydi. Bu juda keng tarqalgan xato. Bola parvarishi bilan bog'liq davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin odatda chegaralar, hujjatlar va aniq shartlar bo'ladi. Masalan, bola tug'ilganligi haqidagi guvohnoma, onaning o'sha davrda bola parvarishi ta'tilda bo'lganini tasdiqlovchi buyruq, ish joyidan ma'lumotnoma. Ayrim holatlarda boshqa tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Agar ayol umuman rasmiy ishlamagan bo'lsa, faqat uyda bo'lgan davrlarning hammasi avtomatik ish staji bo'lib qolmaydi. Shu farqni aniq tushunish kerak. 4-toifa, harbiy xizmatni o'tagan erkaklar. Ko'pincha odamlar armiyada xizmat qilgan, davrni unutib qo'yadi yoki hujjatni yo'qotgan bo'ladi. Harbiy xizmat davri ish stajiga qo'shilishi mumkin. Masalan, yigit 1935-yilda armiyaga ketgan, 1937 yilda qaytgan, keyin ishga kirgan. Agar u harbiy biletini yoki tegishli ma'lumotlarni taqdim qilsa, shu 2 yil stajga qo'shilishi mumkin. Bu ayniqsa minimal staj yetmayotgan holatlarda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. 5-toifa, nogironligi bo'lgan shaxsga, nogironligi bo'lgan bolaga, 8 yoshdan oshgan keksa odamga qaraganlar. Hayotda bunday vaziyat juda ko'p. Masalan, qiz ona parvarishi uchun ishini tashlagan. Onasi irguruh nogironi doimiy parvarishga muhtoj. Qiz 5 yil davomida rasmiy ishlamagan. Endi savol, bu davr stajga qo'shiladimi?
ayrim holatlarda qo'shilishi mumkin, lekin buning uchun parvarish qilinayotgan shaxsning maqomi parvarish zarurligi. Parvarish qiluvchi shaxsning kimligi, tegishli organlarda rasmiy qayd etilganligi va hujjatlar muhim. Oddiy men qaraganman degan gapning o'zi yetmaydi. 6-toifa zararli, og'ir yoki alohida sharoitda ishlaganlar. Masalan, konchilar, metallurgiya, kimyo sanoati, ayrim tibbiyot xodimlari, pedagoglar, transport va boshqa sohalarda imtiyozli staj bilan bog'liq normalar bo'lishi mumkin. Bu yerda qo'shimcha staj deganda ba'zan oddiy stajga qo'shish emas, balki imtiyozli pensiya olish uchun alohida hisob yuritilishi nazarda tutiladi. Masalan, odam umumiy 25 yil ishlagan, shundan 10 yili zararli sharoitda o'tgan. Bu 10 yil unga pensiyaga oldinroq chiqish yoki alohida tartibda hisoblash imkonini berishi mumkin. Lekin lavozim nomi, ish joyining ro'yxatga kirishi, attestatsiya, buyruqlar, ish sharoiti haqidagi ma'lumotlar juda muhim. Birinchi misol, Dilshod aka 59 yoshda. Mehnat daftarchasida 23 yil ish staji bor. U menga 25 yil kerak bo'lsa 2 yil yetmayapti deb xavotirda. Hujjatlarni ko'rib chiqsak, u 1990-1992 yillarda harbiy xizmatda bo'lgan. Harbiy bileti bor. Lekin bu davr pensiya hujjatlariga kiritilmagan. Agar shu 2 yil tasdiqlansa, uning umumiy staji 25 yilga yetishi mumkin. Natijada pensiya huquqi va pensiya miqdori bo'yicha vaziyat yaxshilanadi. Ikkinchi misol. Malika opa 64 yoshda. U 1994 yildan 2000 yilgacha korxonada ishlagan. Keyin 2 farzand tug'ib, bola parvarishi ta'tilida bo'lgan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan va keyin ancha yildan so'ng bo'shagan yozuvi bor. Lekin ta'til buyruqlari alohida ko'rsatilmagan. Bunday holatda ish joyi arxividan buyruqlar olinadi. Homiladorlik va tug'ish ta'tili, bola parvarishi ta'tili, ishga qaytish sanasi. Agar hujjatlar to'g'ri chiqsa, qonunda belgilangan doirada bu davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Lekin agar hujjatlar topilmasa, tug'ilganlik guvohnomasining o'zi hamma narsani to'liq hal qilib bermasligi mumkin. Uchinchi misol. Sardor aka 15 yil rasmiy ishlagan. Keyin 8 yil yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. U men tadbirkorlik qilganman, demak staj deydi. Bu yerda asosiy savol, o'sha davrada belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tganmi? Soliqlar va majburiy to'lovlar to'langanmi? Faoliyat hujjat bilan tasdiqlanadimi? Agar ha bo'lsa, tadbirkorlik davri ham stajga ta'sir qilishi mumkin. Agar odam bozor rastasida norasmiy savdo qilgan, lekin hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, buni pensiya staji sifatida tan oldirish juda qiyin. 4-misol. Muhabbat opa 7 yil davomida ilg'ur-nogirin bo'lgan turmush o'rtog'iga qaragan. U ishlamagan, chunki uyda doimiy parvarish kerak bo'lgan. Endi pensiya oldidan shu davrni stajga qo'shmoqchi. Bunda faqat nikoh guvohnomasi yetmaydi. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, parvarish zarurligi, davrlar, ehtimol tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki boshqa vakolatli organlarning ma'lumotlari, parvarish qilganlik rasmiy qayd etilgan bo'lsa, shu hujjatlar kerak bo'ladi. Agar bular oldindan tartibga solinmagan bo'lsa, keyin isbotlash ancha murakkablashadi. Agar siz oxirgi yillarda faqat rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni elektron tizimga kiritgan bo'lsa, ish haqi rasmiy bo'lgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etgan bo'lsa, sizda mehnat shartnomalari va buyruqlar to'g'ri yuritilgan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin baribir tekshiruv kerak, chunki elektron bazada xatolik bo'lishi, ism, familiya noto'g'ri kiritilishi, lavozim sanasi xato bo'lishi, ishga qabul qilingan sana bilan buyruq sanasi mos kelmasligi mumkin. Agar siz hali yosh bo'lsangiz ham pensiyaga hali bor deb beparvo bo'lmang. Bugun rasmiy ishlamay yurgan har bir yil kelajakdagi pensiyangizga ta'sir qiladi. Masalan, 30 yoshdagi odam 5 yil norasmiy ishlasa, hozir ko'proq naqd pul olayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin 25-30 yildan keyin aynan shu 5 yil yetishmay qolishi mumkin. Shuning uchun rasmiy mehnat shartnomasi, rasmiy ish haqi, elektron tizimdagi qaydlar katta ahamiyatga ega. Eng birinchi nozik jihat, har qanday band bo'lgan davr ish staji emas. Odam oilaviy biznesga yordam bergan bo'lishi mumkin, dehqonchilik qilgan bo'lishi mumkin, qarindoshining do'konida sotuvchi bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Agar bu rasmiylashtirilmagan bo'lsa, pensiya uchun staj sifatida tan olinishi qiyin. Mahalladagilar biladi, hamma ko'rgan. Men o'sha yerda ishlaganman degan guvohlik ayrim holatlarda yordamchi bo'lishi mumkin. Lekin asosiy hujjat o'rnini har doim ham bosa olmaydi. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuv ham ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, yozuvda muhr noaniq, buyruq raqami yo'q, sana o'chib ketgan,
korxona nomi noto'g'ri yozilgan, tuzatish qilingan. Bunday holatda pensiya jamg'armasi arxiv ma'lumotnomasini so'rashi mumkin. Shuning uchun eski mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Har bir ishga kirish va bo'shash yozuvi aniqmi, muhr bormi, imzo bormi, sanalar to'g'rimi? 3-nozik jihat o'qish davri. Ko'pchilik institutda 5 yil o'qiganman. Shu ham staj deb o'ylaydi. Bu masala davrga, ta'lim shakliga va qonunchilikdagi o'zgarishlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Kunduzgi ta'lim, oliy o'quv yurti, o'sha vaqtdagi qoidalar o'qishdan oldin yoki keyin ishlaganlik kabi holatlar ahamiyat kasb etishi mumkin. Shuning uchun diplomning o'zi bilan cheklanmaslik kerak. Kerak bo'lsa, o'quv yurtidan o'qigan davr haqida arxiv ma'lumotnomasi olinadi. Lekin har bir o'qish davri avtomatik pensiya stajiga qo'shiladi deb o'ylash xato. 4-nozik jihat chet elda ishlagan davr. Bugun ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Savol: bu davr O'zbekistonda pensiya stajiga kiradimi? Bu davlatlar o'rtasidagi shartnomalar, ishning rasmiyligi, to'lovlar qayerda amalga oshirilgani, hujjatlarning qonuniylashtirilishi yoki tarjimasi kabi omillarga bog'liq. Agar chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari, soliq ma'lumotlari, migratsiya hujjatlarini saqlang. Keyin bu hujjatlarni topish juda qiyin bo'ladi. 5-nozik jihat familiya o'zgargan holatlar. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Mehnat daftarchasida eski familiya, diplomda boshqa familiya. Pasportda yangi familiya bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, hujjatlarni bog'lash qiyinlashadi. Shuning uchun pensiya hujjatlarini tayyorlaganda nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqidagi hujjat, familiya o'zgartirish guvohnomasi kabi hujjatlarni ham tayyorlab qo'yish kerak. 6-nozik jihat zararli sharoitdagi ishni isbotlash. Odam men zavodda ishlaganman deydi, lekin qaysi sexda, qaysi lavozimda, qaysi ro'yxat bo'yicha imtiyoz berilishi mumkinligini bilmaydi. Masalan, bir korxonada hisobchi bo'lib ishlagan odam bilan o'sha korxonada zararli sexda ishlagan odamning imtiyozli staji bir xil bo'lmaydi. Lavozim nomi juda muhim. Hatto lavozim nomidagi bitta so'z ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun imtiyozli staj bo'yicha ish joyidan lavozim, ish sharoiti, to'liq ish kuni, sex, uchastka va tegishli ro'yxat bo'yicha ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. 7-nozik jihat. Ish haqi va staj bir narsa emas. Staj pensiya huquqi va ayrim hisob kitoblarga ta'sir qiladi. Ish haqi esa pensiya miqdorini aniqlashda muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar menda staj ko'p, demak pensiyam katta bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin rasmiy ish haqi past bo'lgan bo'lsa yoki ish haqi hujjat bilan tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kutilgandan kam chiqishi mumkin. Demak, nafaqat staj, balki rasmiy daromad ham muhim. 8-nozik jihat bir davr 2 marta hisoblanmaydi. Masalan, odam bir vaqtning o'zida rasmiy ishda ishlagan va bola parvarishi ta'tilida bo'lgan davrni alohida qo'shib 2 barobar staj qilishni xohlashi mumkin. Pensiya hisobida odatda bunday 2 marta hisoblashga yo'l qo'yilmaydi. Davrlar ustma-ust tushsa, ularning qanday hisoblanishi alohida tekshiriladi. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar yoki telefoningizdagi faylga yillar bo'yicha yozing. Qaysi sanadan, qaysi sanagacha qayerda ishladingiz? Qaysi lavozimda ishladingiz? Qachon harbiy xizmatda bo'ldingiz? Qachon farzand tug'ildi? Qachon bola parvarishi ta'tilida bo'ldingiz? Qachon tadbirkorlik qildingiz? Qachon chet elda ishladingiz? Bu ro'yxat sizga qaysi davrlar hujjat bilan yopilmaganini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini tekshiring. Har bir yozuvni alohida ko'ring. Ishga qabul qilingan sana bormi? Bo'shatilgan sana bormi? Buyruq raqami bormi? Muhr bormi? Tuzatishlar qanday kiritilgan? Agar muammo bo'lsa, o'sha korxonaning kadrlar bo'limiga yoki korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Go.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mehnat tizimi yoki tegishli idoralar orqali elektron mehnat ma'lumotlaringizni ko'rish imkoniyati bo'lsa foydalaning. Agar ish beruvchi sizni tizimga kiritmagan bo'lsa yoki sana noto'g'ri bo'lsa, ish beruvchi bilan yozma ravishda bog'laning. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, nusxasini saqlang. 4-qadam, qo'shimcha staj bo'lishi mumkin bo'lgan davrlar bo'yicha hujjat to'plang. Harbiy xizmat uchun harbiy bilet yoki mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma, bola parvarishi uchun farzand tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan ta'til buyruqlari, arxiv ma'lumotnomasi.
nogironligi bo'lgan shaxsga parvarish uchun nogironlik haqidagi hujjatlar, parvarish zarurligini tasdiqlovchi ma'lumotlar, tegishli organ qaydlari, tadbirkorlik uchun ro'yxatdan o'tganlik, faoliyat davri, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar, o'qish uchun diplom va o'qigan davr haqidagi ma'lumotnoma, chet eldagi ish uchun shartnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi, rasmiy tarjima va kerak bo'lsa tasdiqlash hujjatlari. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga oldindan maslahat uchun boring. Pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, kamida bir necha yil oldin borish foydali. Mutaxassisdan mening qaysi davrlarim stajga kiradi, qaysi hujjatlar yetishmayapti deb so'rang. Agar og'zaki javob tushunarsiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob bo'ladi. Keyin sizda asos paydo bo'ladi. 6-qadam, arxivlarga murojaat qilishdan qo'rqmang. Ko'p eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, boshqa tashkilotga qo'shilgan. Bunday holatda hujjatlar davlat arxivida yoki idoraviy arxivda bo'lishi mumkin. Ariza yozganda korxona nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'lim yoki sex nomini, eski familiyangizni aniq ko'rsating. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topilishi shuncha oson bo'ladi. 7-qadam, hujjatlarning nusxasini ko'paytirib alohida papkada saqlang. Pasport, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, soliq ma'lumotlari, bularning hammasi bitta papkada bo'lsin. Elektron nusxasini ham telefon yoki bulutli xotirada saqlash foydali. 8-qadam, agar rad javobi berilsa, darhol taslim bo'lmang. Rad javobida sabab ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjat yetishmaydi, davr tasdiqlanmagan. Lavozim ro'yxatga mos emas, sana mos kelmaydi. Sababni bilganingizdan keyin hujjatni to'ldirish, arxivdan qo'shimcha ma'lumot olish yoki yuqori turuvchi organga murojaat qilish mumkin. Zarur bo'lsa huquqshunos bilan maslahatlashish kerak. Yana bir muhim maslahat, ish beruvchi bilan munosabatda rasmiylikni talab qiling. Bugun keyin rasmiylashtiramiz degan gap ertaga sizning pensiya stajingizga zarar qiladi. Mehnat shartnomasi tuzilganmi? Buyruq chiqqanmi? Elektron tizimga kiritilganmi? Ish haqi rasmiy o'tyaptimi? Bularni tekshirish sizning huquqingiz. Ayniqsa xususiy korxonalarda konvertda oylik oladiganlar kelajakda eng ko'p muammoga duch keladi. Demak, qo'shimcha ish staji hamma uchun avtomatik beriladigan sovg'a emas. U faqat qonunda nazarda tutilgan davrlarga, aniq shartlarga va hujjatlar bilan tasdiqlangan holatlarga qo'llanadi. Harbiy xizmat, bola parvarishi, parvarishga muhtoj shaxsga qarash, ayrim ta'lim davrlari, tadbirkorlik, chet eldagi rasmiy ish, zararli yoki imtiyozli sharoitdagi mehnat kabi holatlar pensiya hisobida muhim rol o'ynashi mumkin. Lekin har birida eng asosiy narsa hujjat. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiyaga yaqinlashishni kutmang. Bugunoq mehnat tarixingizni tekshiring. Qaysi yillar hujjatsiz qolganini aniqlang. Arxiv ma'lumotnomalarini oling. Elektron bazalarni tekshiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. 1 yil staj ham, ba'zan bir oy staj ham muhim bo'lishi mumkin. Agar sizda menga qaysi davr qo'shimcha staj bo'lib kiradi degan savol bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yillar bilan yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam pensiya huquqini himoya qila oladi.